Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, hurmatli obunachilar, azizlarim. Mana ko'rib turganimiz Uhud tog'i bo'ladi. Uhud tog'ini shundoqqina tagida kichkina qadimgi toshlardan qurilgan masjid bor. Masjidul Fath. Inshaalloh shuni ko'ramiz. Masjidul Fath. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud jangidan keyin shu joyda namoz o'qiganlik, keyin hozir naryoqda g'or bor. Muattar hidli, xushbo'y hidli g'orga kiramiz. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Subhanalloh, bunga ozgina endi to'g'ri sal o'zgartirish qilishgan bo'lsa kerak-ku, lekin ana usti ham yopilmagan, shu holida qoldirilgan ekan. Subhanalloh. Qora toshlardan qilingan ekan. Mehrobi ham bor ekan, mehrob. Uhud tog'ini yonidan ko'rsa bilinadi. Boshqacha tog' juda ham jannat tog'idan. Jannat tog'laridan Uhud tog'i. Toshlari ham boshqacha-da. Masjidul Fath 15 metrdan keyin bu yerda g'or bor. Bu yerga ham endi aylanishga, ko'rishga kelgan ziyoratchilarga mana suvenirlar, narsalar sotadigan tochka qilib qo'yishibdi. Uhud tog'ini tagi. Hozir bu ayollar kirib chiqsin, keyin biz kiramiz. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud jangidan keyin shu g'orga kirgan ekanlar. O'shandan beri muattar hid ketmas ekan. Subhanalloh. Mana choylar qo'yib berib yurishibdi. Termosda yalpizli arablarning choyidan quyib berib yurishibdi. Tinib tinchimagan odamlar shu yerga ham yozib qo'yishibdi. Voy, o'rasa yozishgan ekan. Mana shu ayollar kirib chiqsin, keyin kiramiz. Min
لا لا لا. طيب انا اصور غار بس. سبحان الله. Mana bu o'tga kirib hozir o'zi hidlab ko'rgan odam biladi hidini. Rasululloh shu yerga boshlarini qo'yib yotgan ekanlar, bosh anaqalarini, sallalarini yechib qo'ygan ekanlar. Subhanalloh. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Bu g'or unaqa astag'firulloh muqaddaslashtirilmaydi. Lekin Rasulullohga salovatli etib savoblarni olishga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Meni shaxsiy fikrim bu. G'orni hech kim muqaddaslashtirmaydi. Astag'firulloh. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. دقيقة يا إخوة دقيقة خلاص. تفضلوا. أهلا وسهلا بكم. أهلا و... har bir narsani aslini, botinini, zohirini Alloh bilguchi, Allohu a'lam. Shunaqa deyishadi, mana Rasululloh kirgan g'or deyishadi. Albatta Allohu a'lam. Bu teparoqda ham yana bitta g'or bor ekan. Shu teparoqda yana bitta g'or bor ekan. Masjidul Fath. Juda qadimgi masjid ekan. Ularni 2 rakat namoz o'qib olishardi. Shu mehros degan joy. Shu g'or oldin yopiq ochiq bo'lgan ekan menimcha. Hozir negadir yopib qo'yilgan. 5-6 yil oldingi videoda ko'rdim, ochiq edi. Bitta odam amallab kirib chiqqan edi. Ochiq edi. Hozir negadir suvab tashashdi. Mana shu joy. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerga kirganmikinlar? Vallohu a'lam deyman shuning uchun. Alloh bilguchi. Eskiroq videoda ko'rganimda ochiq edi deb bitta odam kirib chiqdi. Keyin negadir yopib qo'yishibdi, suvab tashashibdi. Hamma narsani aslini,
Anaqalar. Alloh bilguvchi albatta. Mehros. Kuchli kameralar qo'yib qo'yishibdi. Ne kuchliyiz. Issiq joyda daraxtlar shunaqa bo'ladi-da. Yapaloq bo'lib qolgan. Shu ham soya beryapti lekin. Hozir mana imoratlar do'mli bo'lmaganda insonlar shuni soyasida o'tirardi. Allohning ne'mati har bitta daraxt. Juda ehtiyot qilish kerak, daraxtlarni kesish kerak emas. Madinada juda ko'p qadimiy masjidlar. Mana bittasini ko'rdik, qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdim. Masjidul Fath. Bu bola masjid Said Shuhada masjid atrofida doim yuradi. Alloh komil shifo bersin mana shu o'tirgan bola. To'g'rida pastda Said Shuhada masjidi kamonchilar turgan tepalik 1 kilometr chorasi. Endi g'orni qaysi biriga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirganlar? Men bilmayman aniqini. Mana bu ham g'or. Hozir yopib tashalgan ekan. Mana bu ham g'or. Mo'ttar hid kelib turibdi lekin. Ko'p kelganman. Doim shunaqa xushbo'y hid bo'ladi. Albatta Alloh bilguvchi har bir narsani aslini, haqiqatini Alloh bilguvchi. Yaxshi emas unaqa qilish. Yaxshi emas. Nimaga u foto bilan hayronman. Astagfirullohal azim va tubu ilayh. Bu tosh bo'lsa Allohga duo qilinglar. Rasulullohga salovat etinglar. Qolgani kerak emas. Subhanalloh. Bu tarixiy joy bo'lganiga ko'rsatib beray dedimda. Ko'p narsalarni inson muqaddaslashtirib xato qilib qo'yadi, Alloh asrasin. Hozir shu atrofda arabdan ko'ra pokistonlik ko'p. 5 ta arab, 2 ta pokistonlik. Alloh salomat qilsin hamma. Pokistonliklar ham musofir shetda ishlaydi. Kelgan degan. Uni o'pib yuziga surishi hech shart emas edi mana. Ayollar. Alloh adashtirmasin.
Shu joyda to'xtatamiz. Video kontentni Alloh hammanglarni salomat qilsin. Sirotal mustaqimga boshlasin hammamizni. Yaxshiliklarda, salomatliklarda ko'rishni Alloh nasib qilsin hammamizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Uhud tog'ini tagida g'or bor ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirgan g'orlar deyishamiz. Allohu a'lam albatta. Allohu a'lam. Lekin rosa xushbo'y muattar hid chiqib turibdi. Mushuk hidi chiqib turibdi. Mushuk hidi chiqib turibdi. Porque a lo mejor, venía a tener más de